Ilm bu juda ham keng. Insonda masalan siz oddiy qilib aytganda o'qituvchisiz, o'qituvchi matematika o'qituvchisiz. Bu sizda bilim bu. Agar siz matematika o'qituvchisiz, ma'lum bir jarayon bo'yicha siz qaysidir o'quv markazlar, xususiy maktablar ochdingiz, undan tashqari bir insonlarga yanada bir ruhiyatini yaxshilovchi bir psixologik markazlar ochdingiz. Yoki qanaqadir hozir mana ma'lum bir nogiron tug'ilgan farzandlarimiz bor. Mana shularni bir davolovchi bir markazlar ochdingiz. Va turli xil holatda hayot ilmini o'rgandingiz. Kitoblar yozdingiz. Bu ilm hisoblanadi. Biz demak birinchi navbatda bilimimiz bilan birgalikda ilmni rivojlantirishimiz kerak. Nima demoqchiman? Buni fundamentida biz yoshlarimizga bilim bilan birgalikda ilm berishimiz kerak. Insonni ilmi ziyoda bo'lgan inson, bilimi ziyoda bo'lgan insondan ustunroqdir. Biz hozir o'zimizni ma'lum bir darajada baholay olamiz o'zimizga ijobiy holatda, lekin afsuski salbiy holatda baholay olmaymiz. Chunki biz hozirgi hayotimizda o'zgalar uchun yashayapmiz. To'g'rimi? O'zgalarga baho berish uchun yashayapmiz. O'zimizga baho berish uchun yoki o'zimizni bir yaxshi ruhiyatimiz uchun yashamayapmiz. Mana misol uchun oddiy bir kostyum kiyadigan bo'lsangiz ham o'zgaga ko'rsatish uchun kiyasiz. Yoki mashina oladigan bo'lsangiz ham ma'lum bir darajada o'zgaga ko'rsatish uchun, o'zgalarni qoyil qoldirish uchun harakatlanasiz. Demak, bizning gunohlarimizda ham ma'lum bir darajada, ma'lum bir noto'g'ri ishlarimizda ham vaqt o'tadi, ma'lum bir Alloh sabablarini ko'rsatib beradi.